Bugun fasadni plitka sho'xda mana obyektimizni tugatdik. Mana shunday qasiga limonga korичневый, sokollarimiz korичневый, lag urilgan. Ustiga bunaqasi tunuka ham urib berdik. Tomonlama oynalarda atrofi ko'k bo'ldi, kraska qilingan. Shunaqasiga обlisовка. Trenddagi обlisовка limonga korичневый. Bu tomonlari ham shunaqasiga urilgan. Mana bu tomonlarimiz ham, bu tomonlarimiz biltir gipka ham urilgan. Tagiga mantana sokullarimizni urdik. Mana shunaqasiga. Uyimizni oldi qismi. Bu tomonlarni ajoyib bo'lib chiqqan. Burchaklarga sokuldan chiqarganmiz. Shunaqasiga ikkita oyna polni ko'k. Orqa qismi mana. Orqa qismini bu tomonlarga tunuka o'rganmiz, atkoslariga. Polnisi 100% bitirib berdik. Bu tomonlari gipka kamin bo'lgan. Biltir urgandek gipka kamindi. Pastiga sokulga mantanani bir yil urib berdik. Kimga bunday mashina mahsulotlar kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Telefon nomerlari bor. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta podpiska, like